Bosh homiy Vent House, ishonchli ventilятsion sistemalar. Hamkorimiz Feel Food, Namangandagi eng mashhur burgerlar. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum Doniyor aka. Azizlar, bugun biz O'zbekistondagi OLX platformasi bepul e'lonlar sayti direktori Doniyor aka Turg'unov bilan suhbat olib boramiz. Doniyor aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat chaqirganingiz uchun. Rahmat sizga ham kelganingiz uchun. Nimaga sizni chaqirdik? Nima deb o'ylaysiz? Saytimiz, xizmatimiz haqida ko'proq ma'lumot olish uchun, balkim undan qanday foydalanish haqida so'ramoqchisizlar. Shunaqa deb o'ylayman. Sizlar analizlar qilasizlar, to'g'rimi? Statistika olib borasizlar. Bugun xalqimiz OLX platformasi haqida qanchalik ma'lumotga ega? Yaxshi savol. Biz bir nechta research deymiz, tadqiqot qilamiz. Platformalarimizda bir nechta kategoriyalarimiz bor bizda. Har bitta kategoriya bo'yicha отдельно alohida izlanishlar qilamiz va izlanishlarga qarab hamma kategoriyamiz har xil o'rinda turadi, lekin jamlab umumiy aytganda biz bir 70-80% odam, ya'ni internetdan foydalanuvchi barcha O'zbekistondagi fuqarolar biz haqimizda biladi deb bilamiz. Mana masalan, oddiy misol, biron ma'lumot olish uchun, masalan, Sherlock Holmes haqida, Shakespeare haqida, istalgan inson haqida ma'lumot olish uchun nima qilish kerak? Kitob varaqlash kerak, internet tiklash kerak. Bugun OLX haqida ma'lumot o'zbek tilida yetarli emas deb o'ylayman men. Shunaqa fikrdaman. To'g'ri. Lekin OLX bu katta kompaniya. Ya'ni ikkita bola ochilib hozir nima bo'lsa bo'ladi degan kompaniya emas-da, ya'ni. Nimaga shunga e'tibor qaratilmayapti? Ya'ni odamlar ko'proq tanishi uchun, bilishi uchun, qanaqadir ko'raman ijtimoiy roliklar, qanaqadir imijli roliklar qilinadi. O'sha hozir mashhur Rossiya stilida, Yevropa usulida. Lekin ma'lumot beradigan videolarni kam ko'raman. Ko'rdim, masalan, OLXda mana bunaqa instrument chiqdi degan, mana shu yaqin 1 yil, 2 yil ichida qanaqadir roliklar qilindi. Lekin nega ma'lumot kam? Sizlar qanchadir ko'proq ma'lumot berib, ko'proq yuzur tortishingiz mumkin, ko'proq mijozlarni, ko'proq sotuvchilarni jalb qilishingiz mumkin. Nima bu ishlar qilinmayapti? Bu ishlar siz aytgandek qilingan avval. YouTube'da masalan OLX O'zbekiston yoki OLX deb yozsangiz bir nechta roliklar bor. Ya'ni profil ochishdan boshlab e'lon qo'yish, e'lonlaringiz blog bo'lib qolsa nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, bular hammasida videolar bor, lekin biz ularni o'zbek tilida qilganmiz. O'zbekcha tushuntirib, oson tilda qilingan, ko'rsatilgan har bitta videoda qanday qaysi tugmaga bosish kerak, qaysi knopkaga bosish kerak va hokazo. Lekin bu kanalimiz unchalik rivojlanib ketmadi, odam kirishi kam. Reklama bergan vaqtlarimiz odam kanalga kiradi, savollar paydo bo'lganda, lekin ko'proq qanaqadir savollar bo'lib qolsa biz o'zimizga murojaat qilishadi. Hozir nima deb qidirsa, ya'ni OLX haqida ma'lumot olmoqchi bo'lgan insonlar YouTube'ga kirib nima deb qidirsa, OLX O'zbekiston deb yozsa, lotinchalab, shu yerda bizning kanalimiz bor, rasmiy kanalimiz. Shu yerda hamma ma'lumotlar bor. Profil ochishdan boshlab e'lon qo'yish, e'lonlarda kategorizatsiya qilish, qaysi kategoriyalarga qo'yish, qanday sarlavhalarni to'g'ri yozish, hammasi bor bu yerda. Platforma hamma uchun, ya'ni kerak emas bo'lgan narsalar sotishi mumkin. Endi eski demaymiz biz, keraksiz bo'lib qolgan narsalar sotilishi mumkin, xizmatlar ko'rsatilishi mumkin. Ya'ni siz konditsioner o'rnatasiz yoki jalyuzi misol uchun tayyorlab o'rnatib berasiz, bular hammasi bor. Yangi narsalar ham bor. Yangi misol uchun kimdir chetdan olib kelib sotadi yoki misol uchun shu o'rikzorni yoki optoviy bozordan olib kelib bizni platformadan onlayn sotish mumkin. Bularga hammasiga qulaylik yaratilgan. Shuning uchun platforma umumiy. Biz faqat eski narsa sotiladigan platforma degan atamadan, stereotipdan uzoqlashganmiz. Ya'ni biznes ham bu narsani tahlil qilganimizda bu narsalar, yangi narsalar ham bizda ulushi ko'proq. Mana bunaqa gaplashishimiz kerak. Men bitta narsa aytib beraman mijozlarga, aniq ma'lumot. Ukrainada urush boshlangungacha eng ko'p vertolyot va samolyot, yaxtalar OLX platformasi orqali sotilgan. Aniq statistika Ukrainada. Ukrainada ham OLX platformasi bor. Vertolyot bilan samolyotni asli kim oladi? Studentlar oladimi? Kim oladi? O'sha ikkinchi el oladigan odamlar oladimi? Ya'ni bu insonlar tushunishi uchunki OLXda ham vertolyot, samolyot olishga puli bor insonlar ham o'tiradi. To'g'ri.
va vertolyot, samolyot sotadigan insonlar ham o'tiradi. O'zini o'sha mahsulotlarini joylab. Shunga o'xshagan narsalarni aytib bering bizga. Bizning fikrimiz o'zgarsin OLX haqida. Misol uchun bizda ham bor samolyotlar, mana oxirgi 2 hafta, 3 haftaning ichida qanaqadir samolyotlar paydo bo'ldi. Endi kimdir uni biz uni tekshirmaymiz, har bitta e'lon telefon qilib, u haqiqiy samolyotmi yoki qaysidir spisaniya bo'lgan samolyot sotiladimi? Lekin bizni qoidalarimiz bo'yicha bu taqiqlanmagan. Shuning uchun agar samolyotdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, katerlar bo'lishi mumkin yoki qimmat mashinalar misol uchun aniq bor va oddiy narsalar ham misol uchun bor. Siz bundan oldin aytib o'tganimdek, qanaqadir eski keraksiz bo'lib qolgan shkaf yoki kravat, tumba yoki даже oddiy bankalar, masalan 1 litrli, 3 litrli bankalarda, ya'ni barcha qonun bo'yicha taqiqlanmagan narsalarni OLXga qo'yib sotsa bo'ladi. Sotsa bo'ladi. Lekin qo'ysa bo'ladi. Shuni aytmoqchimanki, biz OLXni jiddiy platforma, seriozniy bozorligini tushuntirib o'tish uchun 2-3 ta misollar aytib berishingiz kerak siz hozir. Qiziqarli qanaqadir faktlar. Qiziqarli faktlar, endi biz o'zimiz bo'yicha gapiradigan bo'lsak, shu samolyotlar. Necha pul samolyot hozir? 5 million dollar ko'rgan edim. Hozir 5 million dollarga OLXga kirib samolyot sotasiz. Samolyot sotasiz bo'ladi. Uylar bor, misol uchun 5 million, 10 million dollarli uylar bor. O'zimiz O'zbekistonda qurilgan, kimdir yashagan yoki yashamoqchi bo'lgan. Qiziqarlilardan misol uchun 3 yil, 4 yil oldin aksiya qilganmiz. Ya'ni e'lon bersangiz, biz telefon raqamini hisobiga pul tashlab berardik. Masalan, bitta e'lon uchun 5 ming so'm. Hamma operatordan kirib registratsiya qilib e'lon bersangiz, masalan, shu vaqtda qiziqarli ma'lumotlarni eski teshik paypoqlarni ham qo'yib sotishgan misol uchun. Lekin bu e'lon misol uchun bizda o'tgan, saytda paydo bo'lgan, lekin keyinchalik moderatsiyada olib tashlangan. Demoqchimanki, odamlar platformada qiziqarli e'lonlar berishadi. Har xil e'lonlarni ko'rish mumkin va assortiment juda katta. Eng kulgili 3 ta e'lon. Shu birinchisi shu teshik paypoq, kimdir o'zini paypog'ini qo'ygan. Yana bittasi bu kimdir mashinasi avariya bo'lib ketganmi, yonib ketgan bo'lganmi, shu yonib ketgan mashinani kuzovini qo'yishgan. Endi u ham misol uchun sotsa bo'ladi, kimgadir qaysidir joyi kerak bo'ladi zapchast uchun. Va uchinchisi shu samolyot deb o'ylayman. Bundan oldin qanaqadir voyenniy samolyot bo'lganmi, reaktivniy samolyot bo'lganmi, shuni qo'yishgan. Endi hazillashib ham qo'yib turishadi. Misol uchun o'rtog'imni sotaman yoki shunga o'xshagan kulgili nima bo'ladi, lekin bizda moderatsiya bor, ya'ni tekshiruvchilar bor. Bu moderatsiyaga yetib kelgandan keyin unaqa e'lonlarni biz o'chirib tashlaymiz. Bu narsa haligi reallikdan uzoq bo'lganligi uchun bu narsalarni biz taqiqlaymiz qo'yish uchun. Qachon OLXga qachon asos solindi? Qaysi platformasi? Nechta mamlakatda bor? Biz uni ko'lamini, uni darajasini tushuntirib beraylik odamlarga. OLX platformasi 2000-yillarda o'rtalarida Braziliyada paydo bo'lgan. OLX degani online exchange, ya'ni online almashuv degan so'zlarning qisqartirmasi. Braziliyada hozir eng katta bizneslardan biri OLX hozirgacha. Bizni родительский kompaniya deymiz, ya'ni bosh kompaniyamiz bu Prosus Naspers Holdingi. Janubiy Afrikada joylashgan, lekin ko'proq Gollandiyada biznes bo'lganligi uchun ularda головной ofisi Amsterdamda. Ular shu OLX Braziliya kompaniyasini sotib olishga qaror qilishgan. Chunki Naspers Prosus kompaniyasining asosiy nima deydi, yo'nalishlaridan biri bu media bo'lgan. Ya'ni media, internet, ya'ni publishing deydi, ya'ni jurnallar shu vaqtda chop etish, gazeta, jurnal va hokazo. Media kompaniya bo'lgan. Hozir ham media kompaniya, lekin ko'proq hozir internet kompaniya, holding hisoblanadi. Keyinchalik shu Braziliyani olib, ularning platformasini yengil, oson ishlashi, odamlarga qulay bo'lganligi uchun konsepsiyani olib boshqa mamlakatlarga tatbiq etishni boshlagan. Birinchi Yevropadan boshlashgan, ko'proq Polsha,
Polshada o'zini platformasi bo'lgan, milliy platforma uni sotib olishib, uni OLX qilishgan. Keyin Ukraina, boshqa mamlakatlar tam Bosniya bor, uning ichida Ruminiya, Bolgariya va hokazo. Keyinchalik O'zbekistonga kelishgan. 2015-yili kelib OLXdan oldin torg.uz degan sayt bo'lgan. Ularni sotib olishib OLX platformasiga o'tkazilgan. Shundan beri 2016-yildan beri 2015-2016-yil boshlaridan beri O'zbekistonda OLX platformasi bor. Ya'ni 8-9 yildan beri bu platforma O'zbekistonda ishlab keladi. Umumiy eng ko'p biznesimiz bo'lgan mamlakatlar 40 ta mamlakatda bo'lgan. Keyinchalik qaysidir bizneslarni sotib olingan qaysidir mamlakatlarda. Shuning uchun 40 ta mamlakatda OLX platformasi bo'lgan. Braziliyada eng omadli, eng boy kompaniyalardan biri dedingizmi? Eng katta kompaniyalarni. Ya'ni nima bilan solishtirganda eng katta kompaniya? Umumiy portfeldagi hamma kompaniyalar, masalan aytaylik 40 ta bo'ladigan bo'lsa, OLX platformasi bo'lgan bo'lsa, masalan 3-4 yil oldin, shularning ichida eng katta bizneslaridan biri Braziliya bo'lgan. Bu odam foydalanuvchilar sonidan keyinchalik tushum, ya'ni daromad hisobiga shunaqa katta biznes bo'lgan. O'zbekiston reytingda qanaqa o'rinda? Sotuv bo'yicha nima bo'yicha o'lchanadi u? Endi hamma biznes kabi birinchi o'rinda albatta daromad turadi. Kim qaysi mamlakat qancha daromad keltirishi. Ikkinchi o'rinda foydalanuvchilar soni va hokazo. Misol uchun foydalanuvchilar sonidan keyin e'lonlar soni bo'lishi mumkin, ularning biznes qanchasi jismoniy shaxslar, qanchasi biznes va hokazo. Bir nechta unitlarga bo'linganmiz, ya'ni bir nechta mamlakatlarni o'ziga birlashtiruvchi gruppalarga taqsimlangan. Biz Yevropaga qaraymiz. O'zbekiston va Qozog'iston Yevropa unitiga qaraydi. U yerda biz masalan 8 ta mamlakat bo'lsa, 6-o'rinda turamiz daromadlilik bo'yicha. Biz oxirgi o'rinda bo'lganmiz 2 yil oldin, 2 yil ichida, masalan 3 yil ichida biz shu ikkita pog'onaga ko'tarilishga muvaffaq bo'ldik. Bizdan oldin Bolgariya turardi va Bosniya Gersegovina mamlakati bo'lgan. Shu yerdagi bizneslarimiz hozir ular bizdan keyingi o'rinda turadi. Nechta sotuvchi ro'yxatdan o'tgan? Bizda 125 mingtagacha yaqin sotuvchimiz bor. Hozirda o'zida. 125 mingta. 125 mingta sotuvchimiz bor. Yildan yilga ko'payyaptimi yo? Yildan yilga biz o'rtacha 18-20% ga o'samiz. Statistikaga qaytadigan bo'lsak, o'sish sur'ati nimadan kelib chiqadi? Internet foydalanuvchilarini bizdagi onlayn platformalardan foydalanish. Ya'ni o'zimiz OLX haqida gapiradigan bo'lsak, aytaylik, O'zbekistonda 36 million, 37 million aholi bor. Ulardan 20 millioni internet aholi. Ya'ni internetga dostupi bor odamlar. Telefoni bor, uyda kompyuteri bor, doim aloqada va bundan yana aktiv internetdan foydalanadigan odamlar bor, ya'ni onlayn platformalardan. Faqat misol uchun YouTube yoki Telegram ko'rish emas, ya'ni maxsus shu platformalardan foydalanadigan odamlar biz alohida hisoblaymiz. Ular biz uchun 14-15 million atrofida, 14-15 million odamdan biz misol uchun o'zimizga auditoriya qilganmiz. Internet bizga taalluqli bo'lgan aholidan biz misol uchun bir oyda 5 millionta odam kirib chiqadi platformamizga. Shulardan masalan 125 ming, 127 mingta sotuvchimiz bor. Endi o'sish sur'ati qanaqa bo'ladi? Aytaylik 125 mingta bu yil bizda sotuvchi bo'lsa, keyingi yil misol uchun 140 mingtaga yoki 150 mingtaga biz oshirishga muvaffaq bo'lishimiz kerak. Ya'ni bunga iloji bor, bunga makon bor. Lekin misol uchun boshqa mamlakatlarni oladigan bo'lsak, aytaylik shu Polshalarda oladigan bo'lsak, ularda ham 40 million aholi bor, lekin 40 milliondan 35 millioni internet auditoriya, ulardan masalan 30 millioni aytaylik maxsus shu ilovalardan foydalanadigan odamlar.
Va ularni masalan sotuvchisi masalan 2 million 3 million sotuvchi u platformada bor. Ya'ni o'sishi ularda kamroq bo'ladi. Chunki OLX'ni sotuvchilarini maksimal darajada ular o'ziga уже jalb qilib bo'lgan. Bizda bu endi boshlanish pog'onasida bizga yana o'sish kerak bo'ladi va bunga imkon bor. Mani mahsulotim unikal. Men Braziliyaga sotmoqchiman. Qozog'istonga sotmoqchiman. Men bilaman, Qozog'istonda OLX bor. Bor. Qanaqa yo'lini o'rgata olasiz? Hozir men Qozog'istonning OLX'iga e'lonlarimni joylashtirishim, shunaqa menga instrument beringki, foydalana olay. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar, O'zbekistondagi tijoratchilar yoki biron bir mahsuloti bor odamlar qo'shni bozorlarga sotish qanaqa perspektiva bor bugun? Bu yerda sal OLXdan chetroqqa chiqamiz. Ya'ni masalan chet eldagi odam qanday qidiradi? Misol uchun unga yo unikal yoki kerakli bo'lgan narsani. Misol uchun siz Amerikada o'tiribsiz. Misol uchun o'zbek do'ppisi deb Google yozasiz обязательно. O'zbek do'ppisi yoki aytaylik xum, qanaqadir pichoq, hokazo lagan. Google'da indeksatsiya, ya'ni Google'da qidirish uchun unda indeksatsiya bo'lishi kerak, ya'ni sizni mahsulotingiz yoki tovaringiz internetda bo'lishi kerak. Birinchi pog'ona buning uchun bizga o'xshagan platformalar. Ya'ni masalan siz o'zingiz e'loningizni berasiz OLXga, masalan O'zbekistondagi kimdir Amerikada turib uni qidirsa, misol uchun boshqa saytlarda bo'lmasa, unikal bo'lsa, siz misol uchun e'loningiz siz Google'da shu qidiruvlarda eng tepasida birinchi bo'lib chiqasiz. Chunki indeksatsiya bo'lgan, masalan siz aytgandek o'zbek, pichoq, Toshkent, O'zbekiston deb turib Google o'ziga tochkalar qo'yib oladi, shu orqali keyin qidiradi tovarlarni. Ya'ni shuni kimdir qidirsa, birinchi shu ya'ni nuqta qo'yilgan, tochka qo'yilgan so'zlardan iborat bo'lgan so'zlarni nimaga qidiruvga chiqarib beradi tepasiga. Bu birinchi qadam. Ikkinchi qadam maxsus endi OLX bo'yicha gapiradigan bo'lsak, boshqa platformalarda siz o'zingizga akkaunt ochishingiz mumkin. Qozog'istonda yoki Ukrainada yoki Polshada. Hozir Qozog'istonda buni cheklab qo'yishdi, chunki ularda registratsiya faqat qozoq telefon nomerlariga, oldin pochtaga ham qilsangiz bo'lardi, lekin Polsha bilan Ukrainada hozircha bu imkoniyat bor. Pochta orqali registratsiya qilsangiz bo'ladi, ularda akkaunt ochib o'zingizda. Va o'zi e'lonlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Pochta orqali, Polshada. Pochta orqali registratsiya qilasiz OLXga, lekin OLXga kirib u narsani ishlata olasiz. Telefon nomerini nima qilaman? Telefon nomerni u yerda registratsiyada telefon nomer so'raydi, lekin telefon nomersiz ham aloqa qilsa bo'ladi. Faqat chatiga kirib turishingiz kerak bo'ladi. U yerda chat bormi? Chat bor. Maxsus chatda shu narsani yozib nima qilsangiz bo'ladi. Hozir men O'zbekistondan o'tirib, Polshadagi OLXda registratsiyadan o'tib, Polshadagilarga O'zbekistondan turib mahsulot sotishim mumkin. Mahsulotni siz ko'rsatishingiz mumkin. Chatiga javob berib, qolgan narsasini, misol uchun dastavkalarini, boshqa narsalarini qilib bera olsangiz, bemalol sotsa bo'ladi. Yana qayerda shunaqa imkoniyatimiz bor? OLX bo'yicha gapiradigan bo'lsak, shu Yevropadagi OLX masalan, Bolgariya bo'ladimi, Polsha bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, ularda bu narsani qilish imkoniyati bor. Lekin hozir siz bilasiz, mashinalar ko'payib ketdi har xil platformalarda. Shular paydo bo'lganligi uchun ko'pincha qanaqadir verifikatsiya, ya'ni u odam haqiqiy emasmi? Masalan, zaproslar qilish mumkin. Aynan shu yerda masalan telefonni so'rab qolishi ham mumkin. Endi bu oxirgi 1-2 yilda juda ommalashdi. Shuning uchun hozir u yerda masalan Ukrainada bu hozircha yo'q, lekin Polshada bu qoida bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni telefon nomeringizni u yerga ko'rsatishingiz kerak. Registratsiya qilayotganda yoki registratsiya qilmaganingizda ham, misol uchun aloqaga chiqmoqchi bo'lganda telefon nomerini so'rab qolishi mumkin shu yerda. Verifikatsiya uchun. Ya'ni siz haqiqiy odamsiz yoki robotmisiz, chatbotmisiz va hokazo. Mana hozir Qozog'iston masalasida javob berib ketaman. SIM karta bilan registratsiya qilish kerak bo'lsa, siz nima qilasiz? Siz pasportingizni qo'lingizga olasiz va Toshkentda bo'lsangiz, chegaradan o'tasiz, Chernayevka chegarasidan Qozog'istonga.
o'tishingiz bilan o'tishiga hech qanday xarajat qilmaysiz. Sabab chegara oralig'i 500 metr aytaylik, o'tasiz. O'tishingiz bilan qozoq sim kartalarini sotadi. Pasportsiz ham beradi qozoq sim kartalarini. Qozoq sim kartasini olasiz, uning ichiga pulni solasiz va u nomerni WhatsAppga ulaysiz, u nomerni Telegramga ulaysiz hamda Qozog'iston KZ OLX ilovasi orqali o'z mahsulotlaringizni joylashtirib Qozog'istondagilarga sotishingiz mumkin. Roaming tarifini ham yoqib qo'ysangiz, bor-ku, O'rta Osiyoda ular Qozog'iston bilan hozir unchalik qimmat emas. Taxminan 250 so'm shu atrofda adashmasam. Bemalol Qozog'istonga mahsulotingizni sotsangiz bo'ladi. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri aytdingiz. Bu yerda bitta narsa qo'shib ketaman. E'lon berish, masalan, berganingizda siz tovarni qayerdaligini yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun Qozon, O'zbek qozoni, Lagan, hokazo. Pastida shu sarlavhadan keyin tekst o'zida, e'lonni tekstini o'zida masalan tovar Toshkentda joylashgan. Masalan chatga yozing, sizga nimaga chiqaman, aloqaga chiqaman deb ko'rsatib qo'ysangiz, odamlar misol uchun chiqadi. Ko'pchilik masalan o'zimizda ham OLX'ga kirsangiz, ko'pchilik yozib qo'ygan bo'ladi, telefon qilmanglar, chatga yozinglar. Chunki masalan odam yoki ishda bo'lishi mumkin yoki bezovta bo'lmaydi. Lekin masalan kech payt ishdan keyin kiradi, chatini o'qib turib, shu narsalarga javob beradi. Xuddi shunaqa boshqa platformalarda ham ishlaydi. Yozib qo'ysangiz bo'ladi. O'zim misol uchun Ukrainani saytida narsalar taklif qilib sotishga bir ikkita narsa sotganman. O'zim test qilib ko'rish uchun shu ishga yangi o'tganimda 2017-2018-yillari shu boshqa platformalarni ham qilib ko'rganman. Va Ukrainada xuddi shunaqa yozganman. Misol uchun chatga yozinglar, telefon qilmanglar, chunki telefonim u vaqtda ukrainskiy nomerim yo'q edi. Shunaqa yozganimda ular chiqib yozgan. Keyin endi Ukrainada ofisimizda, chunki biz u ofisga ko'p borardik oldin. Shu bir ikkita narsalar O'zbekistondan olib borib, shu doppiga o'xshagan shu narsalar o'zimiz o'zbeklar ham ko'p u yerda qiziqishadi. Shu narsalarni ikkitami, uchta narsa sotilgan, no har qalay muvaffaqiyatli savdo bo'lgan. Nima sotgansiz? Bitta doppa, bitta lagan, shunga o'xshagan narsa. Ukrainaga. Ukraina Kiyevda o'zida. Zo'r. Yana shunaqa narsani aytaman. Mahsulotingiz bor, chatingizga xabar kelibdi. Men Almatidaman, men shu tovarni olmoqchiman, qanaqa olsam bo'ladi? Men Aktovdaman, men o'taman, men bu yerdaman. Ko'rdingiz, nima bor? Talab bor. Har safar mahsulotingizni endi bir dona jo'natmaslik uchun agar mahsulotingizni kuniga 2-3 ta odam olmoqchi bo'lsa, yana nima qilasiz? 10 ta mahsulotingizni olasiz, Chernivkaga borasiz, bemalol olib chiqib ketasiz. Hozir muammo yo'q, to'g'rimi? Tovar olib chiqib ketishda O'zbekistondan. Men bilaman, muammo yo'q. Masalan, siz furada olib chiqib ketmaysiz, tabiiyki. Masalan, qanchadir boshlanishda startapingiz uchun bemalol qiynalmasdan boshlab olasiz. Aytaylik, sizni adres sotasiz yoki shu masalan siz hunarmandsiz. Aytaylik, sizga ko'p yozishadi Instagramdan qozog'istonliklar. Nima qiling? Qozog'istonda aytganimdek chiqasiz, chegaradan o'tasiz, Qozog'iston nomerini olasiz, registratsiya qilasiz va mahsulotlaringizni OLXga joylashtirasiz. OLXga joylashtirganingizdan keyin siz opisaniyada yozib o'tib ketasiz, chatdan yozinglar, tavsifda chatdan yozinglar, menga iltimos WhatsAppdan, umuman chatdan aloqaga chiqinglar. Telegram. Mana hozir Telegram, WhatsAppdan chiqinglar desam, men banga tushamanmi yo tushmayman? Telegramda o'zini ko'rsatsangiz band bo'lasiz. Lekin Telegram nomerim, shu nomerimga yozinglar desangiz, ya'ni e'londa ko'rsatilgan chatda, masalan, chatda o'zida gaplashsangiz bo'laveradi, u band bo'lmaydi. Lekin e'londa o'zida misol uchun nomerimni qoldirsam, profilingizni qoldirsangiz, Telegram profilingizni u band bo'ladi. Nomer qoldirsangiz bo'lmaydi. Aniq bo'lmaydi. Ya'ni pastda ulangan nomerimni yozib qo'ysam, 998 90 через WhatsApp можете написать. WhatsApp, Telegram, Viber deb yozsangiz muammo bo'lmaydi. Endi kuchukcha, masalan, Arbanay desam, unda muammo bor. Band bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushundim. Xullas, mahsulotingizni Qozog'iston tomoniga olib o'tasiz va o'sha yerda ofislar bor. Pul ayirboshlash shoxobchalari bor, do'konlar bor. O'shalar bilan kelishib, mahsulotingizni qo'yib qo'yib, 2-3 ta shofyorlar bilan, haydovchilar bilan kelishib, ularni nomerini olib, Qozog'istonliklar juda ham yaxshi insonlar bo'ladi. Aldashmaydi. Shunaqa. Men ishonaman. Juda ham
so'ziga javob beradigan haqiqiy qanaqa tushuntirsak bo'ladi. Ya'ni yaxshi insonlar, aldab ketadigan insonlar emas. Bemalol ishonsangiz bo'ladi. Men juda ko'p bu ish qilganman. Asoslanib aytayapmanki, masalan, bir necha minglab dollarlik mahsulotlaringizni kimnidir uyida shota turib tursa, O'zbekistonga kelib olib chiqib ketaman desiz ham u narsa yo'q bo'lib qolish juda ham kam holatda. Shuning uchun shu ishni qilsanglar, Qozog'iston bozoriga kirish uchun nima bo'ladi? Bitta darcha ochgan bo'lasizlar. Va men albatta maslahat beraman buni. O'zi eng qiziq narsa internet savdo barcha chegaralarni ochib tashlaydi. O'zimizda ham pochta orqali, pochta orqali, misol uchun chetga tovarlarni chiqarish yo'lga qo'yilgan. Adashmasam, aniq u narsani bilmayman. Ko'pchilik misol tanishlarimiz bor, Amazonlarda milliy narsalarimizni sotishadi. Amazon, Etsy misol uchun katta hunarmandlar platformasi, lekin hozir biz O'zbekistonda ishlamaydi u. Registratsiya qila olmaysiz. Ya'ni chet elda qanaqadir profilni ochib, keyin narsa sotishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun birinchidan internet savdo chegaralarni ochadi va keng imkoniyatlar beradi. Misol uchun qanaqadir hunarmand bo'lsa yoki oddiy o'zimiz OLXda kuni kecha mushuklar uchun maxsus yostiqchalar qilingan, yostiqchalar yotadigan mushuklar uchun bo'ladi. Masalan, arzon 50 ming, 60 ming. Uni masalan rasmini olib qarasangiz, oddiy qanaqadir ko'rpalardan, yostiqlardan qolgan ostatka materiallardan tikib chiroyli qilib qo'ygan. Misol uchun shuni ham odamlar tikib, sotib bemalol pul qilishadi. Misol uchun imkoniyat ko'p. Agar topaman desa, masalan, shu kuchuklarga bo'ladimi, mushuklarga bo'ladimi, shunaqa narsaga hozir nima deydi? Talab bor, oshib boryapti. Shuning uchun talabga qarab shu narsalarni qo'ysa bo'ladi. U qanaqadir zavodskiy narsa emas, shunday qo'lda qilingani ko'rinib turibdi. U narsani 50 ming, 60 ming so'm uyda keraksiz, masalan, material endi ayollarimizda bo'lsa kerak, ular shunday tikadi, ichiga paxtani soladi, chiroyli qilib, оформление qilib, OLXga qo'yadi, sotishadi. OLXni bozorda olsak bo'ladi? Bemalol. Ha. Masalan, OLX Oloy bozorga o'xshagan, O'rizor bozorga o'xshagan bir bozor, to'g'ri aytyapmanmi? Siz Ukrainadagi bozorlar bilan tanishsiz demak, to'g'rimi? Boshqa davlatlardagi bozorlar bilan tanishsiz. Bizni bozorga qanaqa ta'rif berasiz? Bozorimiz qanaqa ahvolda? Nima sotyapmiz, nima iste'mol qilyapmiz? 2-3 yil oldin bu narsani aniq ayta olardim. Bizni bozor traditsionniy bozor hisoblanadi. Endi o'zbekchasi an'anaviy. To'g'ri aytdingiz, rahmat. Traditsionniy deganda ko'proq shu o'zimizga an'analarga to'g'ri keladigan, mos tushuvchan narsalar, misol uchun bizda ko'p sotiladigan narsalar nima? Mashina, telefon, uy misol uchun u an'analardan kelib chiqadi. Boshqa narsalar misol uchun ularga talab ham, masalan, taklif ham kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, eski narsalar sotish juda qiyin bo'lgan odamlarda. Asosan bu Toshkentda bo'lgan, viloyatlarda bu narsa juda kamdan kam bo'lgan. Biz bu bo'yicha 2018-yili tadqiqot o'tkazganmiz, Farg'onada qilganmiz, Andijonda. Shu ikkita viloyatda qilganimizda ko'pchilik misol uchun odamlardan so'ragan fokus gruppa deydi. Odamlar tanlaysiz, masalan, ko'chadan taklif qilib so'raysiz, so'rovnoma qilasiz. Onlaynda sotganmisiz? Yo'q. Nimaga sotmagansiz? Bilmayman onlayn nimaligini. Ishonmayman. Xo'p, masalan, onlaynda sotmoqchi bo'lsangiz, nima sotardingiz? Bilmayman, nima sotishim kerak onlaynda. Hamma narsa bozorda bor yoki sotib olishing, masalan, nimani sotib olaman? Bozorga boraman, olaman. 3-savol, masalan, eskiroq narsangiz, keraksiz narsa bo'lsa, misol uchun sotarmidingiz OLXda? Yo'q, OLX emas, internetda deb so'raganimizda qiziq javoblar bo'lgan. Birinchisi, misol uchun eski sviter yoki ko'ylak, misol uchun onlayn sotarmiz deganda yo'q, masalan, jiyanimga yoki qo'shnilarimga berib yuboraman degan va misol uchun mebel bo'lsa-chi, keraksiz, masalan, shkaf yoki xontaxta deylik, stol desa. Yo'q, ularni ham misol uchun oxirgacha masalan ishlataman, kerak emas bo'lsa kladovkaga olib qo'yaman yoki podvalga tushirib qo'yaman, shunaqa masalan savollar bo'lgan. U vaqtda misol 17-18-yillari masalan 4-5-7
6-7 yil oldin bu narsa siz aytgandek traditsion an'anaviy bo'lgan, odamlar bu narsaga sal qanaqadir distansiyada qaragan, lekin hozir misol uchun bu narsa ancha o'zgardi. Misol uchun ko'p platformalar keldi, misol uchun Marketplace, Zoom, misol uchun Wildberries, undan oldin masalan Zoodmall keldi. Undan keyin masalan odamlar AliExpressga o'rgandi. Bu narsa ancha kengaydi. Ya'ni hozir odamlarda misol uchun onlayn olishga qo'rquv kamaygan, ya'ni yo'q desa ham bo'ladi. Va o'ziga misol uchun keraklik narsalarni ham qidirishni, topishni уже bilishgan. Misol uchun uyiga qanaqadir dekorativniy gul yoki aytaylik soat, qanaqadir gilom va hokazo va hokazo. Odamlar o'zini vaqtini tejashni o'rganishdi. Misol uchun bozorga borib yarim kun vaqtini ketkizib 4 ta piyola olmasdan misol uchun onlayn rasmini ko'radi, zakaz qiladi, misol uchun yarim soat, 1 soatda dostavka bilan uyga keladi. Wildberries, Uzum, Ozon, Zoodmall OLXga qanchalik ta'sir qildi? Zarar qildi ya'ni. Zarar emas, ko'proq foyda tomonidan gapiraman, keyin misol uchun foyda emas tomonidan gapiraman. Birinchidan bu platformalarga biz katta minnatdorchilik bildiramiz. Juda katta ish qilishdi. Birinchi qilgan ishdan aytganimdek an'anaviy bozordan biz onlayn bozorga shakllanishni boshladi bizda. Oldin masalan faqat katta onlayn platformalardan OLX bo'lgan bo'lsa, hozir ularga kirish bilan bu narsa kengaydi. Ya'ni Uzumda assortimentni masalan hozir ko'rishingiz mumkin, juda katta. Undan oldin Zoodmall xuddi shunaqa bo'lgan misol. Ular bizga yordam berdi auditoriyani birinchidan fikri bilan ishlashga. Chunki biz o'zimiz unaqa katta investitsiyalar qildik, lekin oxirigacha yeta olmadik. Hamma odamlarga tushuntirib, har bitta platforma, har bitta kategoriyamiz qanaqa ishlashini. Bu o'yinchilar keldi, ancha auditoriya bilan yaxshi ishladi. Ya'ni odamlarni fikri bilan onlaynda sotish mumkin, bemalol kartadan to'lov qilishingiz mumkin. Ertasi kuni 3 kundan keyin tovar siz qo'lingizda bo'ladi va hokazo va hokazo. Bular kengaytirdi. Ya'ni auditoriyani kengaytirdi. Misol uchun oldin biz 2-3 million auditoriya bilan ishlagan bo'lsak, hozir shu auditoriyamiz misol uchun 12 million, 13 millionga misol uchun kengaydi. Ya'ni 2-3 marta auditoriyani kengayishiga yordam berishdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, aytganimdek odamlarning ishonchini onlaynga ko'tardi. Odamlar bemalol onlayn hozir ko'ra oladi, tovarlar, mahsulotlarni rasmi bilan tanlab turib zakazni beradi va to'lovini onlayn orqali amalga oshiradi. Naqd pul, boshqa narsalar kamayib ketgan, yo'q ham bo'lib ketgan onlayn platformalar orqali. Endi misol uchun qanaqa bizga ta'sir qilgan deb masalan savol beradigan bo'lsa, bizga birinchisi rivojlantirish yuzasidan ta'sir qilgan bo'lsa, ikkinchisi bizda kategoriyamiz buni oldin aytib o'tganimda bizda nafaqat eski tovarlar, yangi tovarlar ham masalan biznesmenlar sotishgan tovarning kategoriyalarimizga ta'sir qilgan, ya'ni tadbirkorlar. Misol uchun OLXda undan oldin faqat OLXda sotadigan, misol uchun aytaylik Xitoydan qanaqadir vaza olib kelib sotadi, plastikoviy yoki ruchka olib kelib sotadi. Misol uchun ular boshqa platformalarga ham o'zining mahsulotini qo'yib, qaysi effektivroq bo'lsa shu platformada qolishdi. Misol uchun biz buni sezdik, bizdan qanaqadir sotuvchilarimiz boshqa platformalarga o'tib ketgan va oluvchilar ham, ya'ni bizda sotuvchi va oluvchi bor. Oluvchilar ham qulay bo'lgan platformalarga o'tib ketdi. Qulaylik tomonlari misol uchun aytaylik Uzumda oladigan bo'lsak, Uzumda o'ziga to'lov qilasiz, Uzumda o'zini tochkasidan misol uchun tovarni olib ketasiz. Bizda bu imkoniyat yo'q. Ya'ni to'lovni qabul qilish yoki qanaqadir tochkaga tovarni yetkazib berish, chunki bu o'zimizning mahsulot emas, ya'ni sotuvchi bilan oluvchini biz birlashtiruvchi platformamiz.
Format boshqacharoq. Format sal boshqacharoq. Shuning uchun buyumlar kategoriyasida biz shu narsani o'zimizda his qildik. Endi boshqa kategoriyalar bo'yicha hozircha misol uchun katta o'yinchilar kam. Aytaylik, uylarda misol uchun, xizmatlar kategoriyamiz bor. Avtoda misol uchun raqobatchimiz bor, bu Avtoelon. Ularni ham misol uchun ta'siri yaxshi bo'lgan, ya'ni kengaytirib bergan auditoriyamizni, keyinchalik biz bilan bozorni bo'lishishgan. Lekin umumiy jamlab olib aytadigan bo'lsak, ijobiy ta'sir bo'lgan hammaga, hamma o'yinchiga. Bozor kengaygan, odamlarni onlaynda savdo qilish, ya'ni sotib olish yoki sotish madaniyatini ko'tarish. Siz OLX mijozimisiz? Albatta, 2007-yildan beri OLXda 4 yil oldin bo'lgan, hozir OLX 2007-yildan beri profilim aktiv. Nimalar olib turasiz? Oxirgi olgan narsam yaqinda kitob oldim. O'g'lim qaysidir oxirgi olgan kitobimiz Konstitutsiya bo'lgan ekan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yangi nashrdan chiqqani bor ekan. Shuni OLXda topdik. O'g'limga shu narsani zakaz qilib olib berdim. O'zim ko'proq aktiv sotaman. E'lonlarim bor. Hozir adashmasam 60 tacha e'lonim bor OLXda. O'zim platformadan aktiv foydalanaman. Nima sotasiz? Har xil narsa, kiyim-kechak ko'proq, kiyimlar bor, oyoq kiyimi yoki ustki kiyim. Keyin har xil elektronikalar sotib turaman. O'zimga misol uchun qaysidir aytaylik, telefon eskirib qolgan bo'lishi mumkin, almashtirish uchun sotasiz. Yoki uyda qanaqadir shu keraksiz bo'lib qolgan narsalar bor, shularni aktiv qo'yib sotib turaman. U daromad uchunmi? Bir tomondan daromad uchun, ha. Ikkinchi tomondan o'zim platformani test qilib turaman, постоянно shu testga bu narsa kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimning jamoamdagi bolalardan ham bu narsani so'rab turaman. Misol uchun kim qancha e'lon, qanaqa foydalandi, qanaqa muammolari bor. Bu orqali siz muammolarni ko'rasiz. Muammolar paydo bo'lsa, jamoadoshlarga aytib, muammolarni tezroq bartaraf qilishga biz harakat qilamiz. Nimaga mana shu narsalarni sotishmaydi, nega e'lon berishmaydi deydigan narsalaringiz bormi? Sotsa bo'ladi bu platformada, mana bu odamlar joylashtirsa bo'ladi, bu mahsulotlarni qo'ysa zo'r foyda qilsa bo'ladi deydigan nimalarni aytib bera olasiz? 3 tasini sanab bering. Birinchi o'rinda bizda juda kam hunarmandlarning narsasi. Pandemiyadan oldin shu Marg'ilonlarga ham bordik, Quvalarga bordik, hunarmandlar bilan gaplashishga, lekin ko'pchilik u vaqtda masalan onlayn bunchalik rivojlangan bo'lmagan va ko'p hunarmandlar bozorda to'chgan bor. Masalan, menga onlayn kerak emas, u bilan kim shug'ullanadi misol uchun. Kim unga javob berish kerak, telefonga javob berish, men undan ko'ra deydi, tochkamdan sotib beraman, klientim bor deb, shunaqa misol uchun da'volar bo'lardi. Endi u fikrni o'zgartirish juda ham qiyin. Faqat masalan atrofingiz o'zgarmaguncha, ya'ni hozir onlayn bo'lgandan keyin o'ylaymanki, hunarmandlarni bizda bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki auditoriya katta, masalan, bir oyda 5 million odam kiradi, kimdir u narsani qidiradi. Nimaga sizlar Quvaga boryapsizlar? Nimaga mebelga bormayapsizlar? Boshqa narsalarga bormayapsizlar deb, aynan hunarmandchilikka boryapsizlar. Davlat tomonidan shunaqa talab bormi yoki nimaga asoslanib bordinglar? Yo'q, biz o'zi boshida o'rganganmiz. Komandirovkalar qilamiz biz viloyatlarga, yigitlarimiz boradi. O'zim ham ko'pincha qo'shilib turaman. Ya'ni u yerda har bitta viloyatimiz har xil mahsulot chiqazadi. Mahsulot ham oluvchi bilan sotuvchining xarakterlari ham boshqa-boshqa. Auditoriya har bitta viloyatning o'zining nimasi bor. Ha, tushundim. Masalan, aytaylik Vodiy tomon, mana Quva, masalan, Laganga go'zal ustalar bo'lsa,
Buxorodigilar shuni olmoqchi. Yoki Samarqandliklar, to'g'rimi? Ya'ni Samarqandda boshqa narsa bor. Boshqa narsa, misol uchun aytaylikdan Buxoroda ko'nchilik bo'lishi mumkin. Masalan, Xorazmda masalan, Xorazmda shapkalari misol uchun shunaqa. Biz nafaqat hunarmandlarga borardik, biz boshqa bizneslarni o'rgandik. Ko'chmas mulk qanaqa ishlaydi, misol uchun avtobozori qanaqa, bozorlarda qanaqa imkoniyat bor, bozorlardan qanday biz misol uchun odamlarni onlaynga o'tkazishimiz kerak. Bu narsa masalan 17-yildan 20-yilgacha aktiv qilingan, pandemiyagacha. Va shu narsa qilinganimizdan keyin misol uchun biz borganmiz, hunarmandlar bilan yo'l-yo'lakay gaplashib ketganmiz. Ya'ni biz как biznes egalari imkoniyat ko'rishimiz kerak. Har bitta kategoriyani rivojlantirib, qanday rivojlantiramiz? Aytaylik, shu buyumlar kategoriyasi bizda misol uchun hunarmandchilik narsalari juda ham kam. Nima qilishimiz kerak? Значит, oldiga borishimiz kerak. Ular bizga kelmasa, gaplashishimiz kerak, ko'rsatishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Mana bizda aviakassalar bor. Ularning ichida juda ham katta raqobat bor. Ular hozir Instagramga video olishlari kerak, yana joylashtirishlari kerak. U ma'lum bir pul turadi. Lekin fotoni, masalan, bir chiroyli foto qilib, masalan, Dubayga yoki Umraga yoki yana istalgan joyga, Vyetnamga post yasab, OLXga qo'ysa, aviakassalar. Bundan foyda bormi yoki ular kirmasin OLX deysizmi? Aviakassalar yoki turk firmalari. Nuqtasiga urdingiz. Как раз hozir bu narsa bo'yicha biz ish olib boryapmiz. Tur firmalari bo'yicha. Tur firmalarida haligi arzon qanaqadir putyovkalar bo'ladi. Va ularga auditoriya kerak. Biz ularga hozir maxsus subkategoriya qilamiz, ya'ni xizmatlar kategoriyamizda podkategoriya bo'ladi, turizm degan. Hozir shuni endi ishini boshladik. Shu yerga bemalol qo'yib, masalan, garaj putyovka bo'ladimi, o'zi nima masalan tur firmasi haqida e'lonlar qo'yishi mumkin. Ya'ni hozir qo'yib bo'lmaydimi? Hozir qo'ysa bo'ladi. Ya'ni biz uni yana maxsus qilmoqchimiz, ko'rinadigan qilib. Misol uchun kategoriyalarni teparog'iga chiqarib, teparog'ida masalan значок специально qilib garaj turi deb bossa masalan sразу o'tib ketadigan qilib shunaqa qilmoqchimiz. Mana men tur firma egasiman. Men hozir shu gapingizni eshitib, nima deyapsan? Bo'lmagan gap gapirma desam, qanchalik to'g'ri gapirayotgan bo'laman? Biz ekspert emasmiz. Turizm bo'yicha bu biz tomonidan qaralgan misol uchun imkoniyatni biz bera olamiz, misol uchun tur firmalariga. Ya'ni biz orqamizda nima turadi? Biz masalan tushunmasligimiz mumkin qanday ishlaydi. Tur firmalar, biletlar, turizm va hokazo ulardan masalan maxsus narxlari, masalan narxlar ham o'ynaydi pastdan. Lekin biz nima bera olamiz? Uning orqasidan birinchidan platforma, ikkinchidan auditoriya. Biz mana bunaqa deylik, mana qaranglar. Agar shunaqa meylida qanaqadir o'y bo'lsa, bugun men tur firmaman va OLXda sotolmayman desanglar, bu degani sizlar shunaqa demoqchisizlarki, OLXda sayohat qiladigan odamlar o'tirmaydi degan fikr kelib chiqib qoladi-da. Ya'ni bu noto'g'ri fikr. OLXda sayohat qiladigan odam ham ya'ni istagan odam o'tiradi. Istagan odam. Ya'ni demak, OLXda sizlarning potensial klientinglar bor. Ya'ni sizlarning aniq mijozinglar bor. Balkim OLX orqali ko'rib turib o'tirganda birdan sizlarning e'loninglar chiqib qolib, yoki kirib ko'rish, shu qanaqa kitoblar bor ekan, yoki qanaqa sayohatlar bor ekan, yoki qanaqa biletlar bor ekan, konsertga deb turib kirib, aynan o'sha yerda sizga qo'ng'iroq qilib, sizning mijozingizga aylanishi mumkin. Ya'ni men maslahat beraman. Albatta. Telegramda postlar misol uchun qo'yishadi, tur firmalar, putyovkalar bo'yicha yoki Instagramlarda. Ularda bitta noqulay tomoni misol uchun post lentada yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ketib qoladi, qaysi post ko'ruvdim, va hokazo esingizdan chiqib qolishi mumkin. Faqat o'zingiz arxivingizga tashlab olmagunizcha keyin uni obработка qilib vaqtingiz ketib ketadi. OLXda nima? OLXda poisk qilib yozasiz. Poiskda tam yurakcha bosib qo'ysangiz, sizni nimangizga tushib qoladi. Tanlangan e'lonlarga va keyinchalik bu narsaga qaytishingiz mumkin. No, eng asosiy masala bu yerda auditoriya. Ya'ni qancha auditoriya, ya'ni qancha zvonok bu orqali keladi. Ya'ni biz katta auditoriyani bera olamiz. Shu tur firmalarga. No, va o'zimiz tomonidan misol uchun push deydi, masalan, telefoningizga notifikatsiya keladi.
nima deydi, eslatma deydimi? Masalan, qanaqa Уведомление. уведомление. Shu narsani biz o'zimiz ilova orqali jo'natishimiz mumkin. Masalan, горячие путевки Yigit yoki Misr, hokazo deb shuni bosganingizda masalan shu kategoriyani e'lonlarga o'tib ketadi. Biz shu narsani qilib bera olamiz o'zimiz tomonidan. Masalan, bir do'stimni kompaniyasi bor. U ventilyatsion sistemalar ishlab chiqaradi, Vent House. Shu do'stim OLXga e'lonlarni qo'ysinmi yo qo'ymasinmi? Albatta qo'ysin. Nega? Birinchidan, bularda auditoriyasi hozir qurilish ko'p. Qurilish kompaniyasi bo'lishi mumkin. Restoranlar bo'lishi mumkin. Restoran, застройщик. Masalan, hozir odamlar ham misol uchun uyiga misol uchun konditsioner qo'ymayapti, hozir ventilyatsionni sistemalar qo'yishni boshlagan. O'zi turadigan zavodlar va hokazo. Ular masalan u auditoriya bor. U auditoriya bo'lgandan keyin u narsani qo'yish kerak. Odam shu orqali misol uchun o'zini tanitib, keyinchalik klientlarning bazasini yig'ishi mumkin. Ular Instagramni tanlab OLXdan voz kechish qanchalik to'g'ri bugun? Ya'ni biznesmenlar, ya'ni nima deymiz, ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar qanchalik to'g'ri ish? Mana siz biznes bir platformani deb ikkinchisidan voz kechish noto'g'ri deb o'ylayman. Hammasida imkon qidirib ko'rish kerak. Endi hammasini misol uchun imkoniyat har xil, auditoriyasi har xil. To'g'ri, masalan, qaysidir platformalarda osonroq instrumenti bo'lishi mumkin, arzonroq bo'lishi mumkin misol uchun. Lekin unda orqasida misol realniy звонок bormi yo'qmi sizga yoki zakaz bormi yo'qmi bilmaysiz. Misol uchun bizning platformaga kiriladigan bo'lsa, endi bor auditoriyaga bu narsa ko'rsatiladi va misol uchun звонокlar ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistondan nima deydi, zakazlar tushib shu orqali. Bu yerda yana bitta narsa bor. Masalan, e'lonsiz Toshkent shahrida yoki viloyatida ishlab chiqaruvchisiz, lekin O'zbekiston bo'yicha ishlaysiz. Ya'ni life hack deydimi? Life hacklardan bittasi, misol uchun siz har bitta viloyatga bittadan e'lon joylashtirishingiz mumkin. Ya'ni Qoraqalpog'istondagi, Xorazm yoki Farg'onadagi klient shu narsani qidirsa, unda birinchi qidiruvda sizni e'loningiz bo'ladi. Lekin siz masalan o'z Toshkentdan yoki Toshkent viloyatidan yetkazib berishingiz mumkin sistemani. Men sizlarga ajoyib narsa aytaman. U narsa mana bunaqa narsa. Sizlar masalan bugun insonlar OLXda bir e'lon joylashtirishadi. Masalan, mayli shu bola gapiryapti, bir qani joylashtirib ko'ring. Bir mana qurilish sohasida masalan ventilyatsion sistemamni joylashtirdim, rasmini qo'ydim. Tagiga yozdim, Vent House O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, bunaqa dedim. Va nima bo'ldi? Natija bo'lmadi. Natija qachon bo'ladi? OLXni do'kon deb olsak, siz nima qilasiz? OLXda aynan o'sha kategoriyada, aynan o'sha yo'nalishda nechta e'lon borligini ko'rasiz birinchi. U yerda bor tepada, to'g'rimi? Tepada turadi, bor. Aytaylik, shu yerda 500 ta e'lon turibdi. 500 ta xuddi siz ayni tovaringiz. Ventilyatsion sistema sotilyapti. Endi siz nima qilasiz? Sizga bozordagi qancha ulush kerak? Masalan, yarmisi kerakmi yoki 4dan 1 kerakmi? Qanchasi kerak? Yoki 5dan 1mi? Shuni maqsad qilib olasiz. Va aytaylik 5dan 1 qismini olmoqchimiz bozor. Ya'ni bozorda 500 ta do'kon bor. Shuni 100 tasida bizning mahsulotimiz sotilishi kerak yoki 100 tasini mijoz ko'rish kerak. Yoki 100 ta do'kon bizniki bo'lishi kerak deb tasavvur qilsak, demak men 100 ta o'tga e'lon qo'yishim kerak. 100 ta e'lon hozir taxminan qurilish sohasida nech pul turadi? Har xil kategoriyasiga qarab. Masalan, o'rtacha. Masalan, 300 ming, 400 ming bo'lishi mumkin. 100 tasi. Aytaylik 300 ming, 400 ming so'mga men 100 ta e'lon qo'yaman. Banga tushmasligi uchun nima qilishim kerak? Banga tushmasligi uchun bitta rasm 100 ta qo'ya olmayman, to'g'rimi? Birinchidan bir xil dubl bo'lmash kerak, ya'ni rasm. Yo'q, rasm emas, tekstlar misol uchun. Kopiya qilib yana joylashtirish mumkin emas, uni bizni sistemamiz ushlaydi. Masalan, mana ventilyatsion sistema в Toshkentda. Toshkentda eng sifatli ventilyatsiya sistemasi. Ya'ni har xil bitta harfini so'zini o'zi, to'g'rimi? Shunaqa. Shunda banga tushmayman. Va nima bo'ldi? Men 100 tani maqsad qilib oldim, masalan 10 ta qo'ydim. Ertasi kuni 10 ta qo'ydim. Shunaqa qilib 100 taga chiqazaman. Mana endi
ko'rasizlar. Qanchalik sizlarda qo'ng'iroq ko'payadi. Keyin bemalol bo'lmadi desanglar, men telefon raqamimni qoldiraman. E'tirozinglar bo'lsa, men aniq ishonaman, ishonchim komil, natija Allohdan, lekin bu ish beradi. Ya'ni hech qachon bir dona, ikki dona e'lon bilan baho berishimiz noto'g'ri. Bugun biz ko'p insonlarimiz ikkita yoki uchta yoki mayli, men to'pga ham chiqazdim deydi. To'pga ham qo'ydim, aka, bo'lmadi foydasi deysiz. Endi u yerda aytaylik kategoriyalarda masalan har xilda. Masalan, biletlar kategoriyasida aytaylik 300 ta e'lon bo'lishi mumkin, lekin mashinalar kategoriyasida masalan 15 ming ta e'lon bo'lishi mumkin. Siz avtosaloningiz bor yoki siz bir mashina sotadigan insonsiz. Sizda 10 ta eng kami har doim Gentra bor sotiladigan. Demak, siz bozor necha foiziga da'vogarlik qilyapsiz? Shunga qarab matematik hisob-kitob qilib turib qo'ying. Savolim, OLXda qaysi vaqtda, necha soatda, qaysi kuni qo'yish farqi bormi? Bor. Nechida qo'yaylik va qachon qo'yaylik? Qachon qo'ymaylik keyin? Aktivnost bizda 10 dan keyin ertalab boshlanadi. Ya'ni hamma o'zini telefonini ushlagan vaqtida, misol uchun 8 dan 9 gacha siz yo'ldasiz, misol uchun ishga borib olasiz, ishni boshladingiz va hokazo. Telefonni yoqdingiz, qarashni boshladingiz, misol uchun vaqtingiz paydo bo'lib qoldi. Shu 10 da boshlanadi. Yarim, 8 dan olaylik, 8 dan 10 gacha bizda eng pik vaqt, kech payt. Ertalab 8 dan boshlanadi, aktiv odamlar aktivlashishni boshlaydi va eng pik kiradigan vaqti odamlarda shu 7 dan 9 gacha olaylik, mayli. 7 dan 9 gacha eng pik faza hisoblanadi. Siz maslahat bering. Faza emas. Mana man payt qo'yinglar, man payt qo'ymanglar. Dushanbadan jumagacha 7 dan 9 gacha e'lonlarda qo'yinglar, kech payt. Zo'r. Nima edi anaqa? Necha pullik anaqa deydi? Life hack. Necha pullik? Keyin yana life hacklardan asosiysi, ko'pchilik biz ko'ramiz, e'lonlarni ruscha yozishga harakat qiladi. Ruscha bo'lish shart emas e'lonlar. O'zbekchada auditoriya juda katta. O'zbekiston, endi butun O'zbekiston o'zbekchada gapiradi. Bo'laylik 70 ga 30, 20 ga 90. Hozir e'lonlar bo'yicha oladigan bo'lsak, kategoriya общий hamma kategoriyalarda e'lonlar 60 ga 40, 60 o'zbek, 40 rus tilida. Lekin auditoriyamizni 10%, 15% ruschada gapira oladi. Rusiy zabon. Lekin qolgan barcha foydalanuvchilarimiz 85-90% ga yaqini bu o'zbek tilida bemalol tushunib gapiradigan odamlar. Shuning uchun o'zbek tilida yozsa bemalol bo'ladi. Ya'ni 100 ta e'londan 85 tasi o'zbek tilida, 15 tasi rus tilida qilsa bo'ladi, lekin yana bitta life hack, bitta e'londa o'zida ruscha ham, o'zbekcha ham yozsa bo'ladi. Uni ham bemalol qilsa bo'ladi. Bankga tushmaslik uchun nimalar qilmaylik? Bankga tushmasligi uchun birinchisi mana Telegram kanallar biz ban qilamiz. Silka qo'ysak. Silka qo'yilsa, profilini nomi qo'yilsa. Ikkinchisi qonun bilan chegaralangan, qoidalar bilan chegaralangan narsalar qo'yilsa, misol uchun запрещенный tovarlardan, ular mumkin emas. Uchinchisi mumkin emas bo'lgan narsalardan bankga tushadigan. Bankga tushadigan, uzr. Qachon bankga tushmaydi? Bankga tushadi, shu dubllar bo'lsa bankga tushadi. Ya'ni bir xil rasm, bir xil tekst bo'lsa, shular bankga tushadi. Necha marta kechirishadi bir xil rasm qo'ysam? Sistemamiz o'zi ikkitada ushlaydi, ikkita bir xil bo'lsa, sun'iy idrok sistema ishlaydi, bu narsani analiz qiladi. Bankga tushib qolishi mumkin. Va bankga tushmasligi to'rtinchisi bu har xil, misol uchun so'kinish yozishlar, noto'g'ri bo'lgan so'zlar va hokazo, haqorat bo'lgan narsalar, bular ban bo'ladi. Yana ayting, yana ikkitasini. Yana bankga значит tushmasligi uchun mana tamom bankga tushdik. Nima qiling? Bankga tushgan bo'lsangiz, bizda обратная связь, ya'ni teskari aloqa, mijozlarni qo'llab-quvvatlash liniyalarimiz bor. Raqami 207 71 kodi bilan 207 64 46 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va OLX xodimlari siz bilan sizga javob berishadi, hamma savollaringizga yordam berishadi. Mana men kafil teraman. Men malyarman. Men ustaman. Aytaylik, mashina ustasiman.
tonirovka tortaman. Mani mijozlarim OLXda o'tiradimi yo o'tirmaydimi? O'tiradi. Yo mashinasiz odamlarmi? Uyini remont qilmaydimi ular? Qo'yishim qanchalik to'g'ri? Qo'yishingiz 100% to'g'ri bo'ladi. Ha. Ya'ni siz misol uchun yaxshi usta bo'lsangiz, sizni buyurtmalaringiz o'zi bo'ladi misol uchun tashqarida, onlayndan tashqari, lekin misol uchun buyurtma bo'lgan vaqtda sizga shu onlayn platformalar yordam beradi. Ya'ni OLXga o'zingizni nimangizni qo'yib, xizmatingizni qo'yib, bemalol auditoriya, ya'ni o'zingizga klient topishingiz mumkin. O'zingiz masalan qilgan ishlaringizni rasmini qo'yishingiz mumkin. Usta bo'lsa, kafilni qanday terigan yoki g'isht tergan odam bo'lsa, qanday g'ishtni terigan va hokazo va hokazo. Masalan, bizda ko'p e'lonlar, masalan, balkonga g'isht teraman, eng ko'p shu g'isht terish bo'yicha e'lonlardan misol uchun. Nima e'lonlar yo'q? Mana siz ustalarni qidirasiz-ku, do'stlaringiz so'raydi. Aytasizki, shu ustalar kamda shu yerda, nima o'shalar qo'ysin? Ustalarni почти hammasi bor. Yo'g'ini topish menimcha qiyin. Kamini aytaylik. Sizga aniq ayta olmayman lekin. Xo'p, qaysinisi? Siz aytib ko'ring, masalan. Tamam, mana qarang. Men fotografman. To'ylarni olmoqchiman yoki SMM xizmatini ko'rsatmoqchiman. Qanchalik men qo'ysam e'lonlarimni o'sha yerdan mijoz torta olaman yoki qo'ymayman men ham? Yo'q, qo'ying. Fotograflar ham ko'p bizda. Misol uchun fotograf, mobilograf, videograf, montaj, hammasi, kolorist misol uchun shunaqalar bor. Shungacha bor. Masalan, videoni bo'yab beradigan bolalargacha misol uchun e'lon qo'yishadi. Ha, albatta. Biz o'zimizni ishxonada yigitlarimiz bor, shu narsa bilan как hobbi shug'ullanishadi. O'zlari ham OLXda berishadi shu narsani. Ya'ni men montaj qilib beraman. Shunaqa. Buyurtma olishyaptimi? Buyurtma olishadi. OLXdan. Ha, OLXdan olishadi. Aniq. Aniq. Bu OLX maqtamayapmiz. Yo'q, o'zi aniq. Biz o'zimizni ishxonada shug'ullanadigan bolalar. Hozir masalan men surxondaryolik montajyorman yoki dizaynerman yoki logotip yasayman. Demak, men bugun OLXga e'lonimni qo'yib, men dizaynerman, logotip yasayman desam, buyurtma olishim mumkin. Buyurtma, ya'ni sizni e'loningiz platformada paydo bo'ladi. Misol uchun buyurtmani ham klient hammaga ham bera olmaydi, uni bilasiz. Ya'ni sizni ishingizni ko'rish kerak, portfoliyoni ko'rish kerak. Bizda yana nima, misol uchun qilsangiz bo'ladi, shu yozishgan vaqtingizda chatda misol uchun o'zingizni Telegram kanalingizni berishingiz mumkin. Chatda faqat yoki Telegramda yozishganingizda. Telefon raqamim bor, u telefon raqamiga qilib turib, misol o'sha dalshi keyinchalik gaplashib o'zini polniy nima, lekin e'londa iloji boricha qilgan eng ishlaringizni, misol uchun montajyor bo'lsa, qanaqa оборудованияda ishlaydi, yozish kerak misol uchun. Mac'larda ishlaydimi, qanaqa chiplik iMac'larda va hokazo va hokazo, misol uchun nima ishlar qila oladi, qanaqa coloring qila oladi va hokazo. Rasm, sifatli rasm yoki chiroyli rasm OLXda, aynan OLXda qanchalik muhim? Juda muhim. 40% ga muhim desa ham bo'ladi. Biz statistikani ko'ramiz. Rasmsiz e'lonlarda odamlar bir 95% rasmsiz e'longa kirmaydi. Ya'ni ichiga kirmaydi e'lonning o'ziga. Masalan, ko'rishi mumkin. Aytaylik, mashina sotiladi, Nexia 2000-yil, lekin rasmi yo'q. U e'longa odam kirmaydi. Yoki siz aytgandek, fotografman yoki mobilografman, lekin rasmi yo'q, kirmaydi. Biz rasm talab qilmaydigan bitta kategoriyamiz bor. Bu ish, ya'ni ish kategoriyasida rasm qo'yilishi shart emas, chunki kompaniyani u yerda logotipi boshqasi bo'ladi. Uni orqali ko'ra oladi. Masalan, korzinka odamlar qidirganda OLXga o'zlarini vakansiyalarini qo'yadi. U yerda masalan rasm shart emas. Chunki endi kassir kerak desa, kassir rasmini qo'ymaydi. Mana men o'quv markaziman. Ingliz tilidan dars beraman. Yoki yana istalgan bog'cha bo'lishi mumkin, maktab bo'lishi mumkin. Ular qanchalik bugun ko'p qo'yishyapti va qanchalik ular qo'yishligisini tavsiya qilasiz? O'quv markazlari bizda ko'p. Ko'p. Ular ham bo'lishi kerak deb o'ylayman, chunki bilaman o'quv markazlari Telegramda, Instagramda juda aktiv. Offline aktiv, ya'ni billboardlarda ko'radi, lekin qaysidir qism auditoriya baribir onlayn, ya'ni OLXda bor.
kimdir o'rganmoqchi, kimdir o'qituvchi bo'lmoqchidir, balkim u o'quv markazida o'ziga uyiga yaqinroq joyda ish qidirib yurgan yoki o'qish qidirib yurgan bo'lsa kerak. Shuning uchun berish kerak ular ham. Men OLXga ko'p kirib turaman. Rahmat. Va endi men yaxshi ko'raman OLXni. Hozir bu yerda mijoz ham o'ylaydi, nech pul oldingiz, nech pul faqat OLX maqtavasiz. Men OLX yaxshi ko'raman, rostdan. Gonorar haqida aytmaymiz, sir qoladi. Avtomashinalarni e'lonini ko'raman. Premium avtomashinalar bor. Lekin qaysi mahsulotlarda premium salonlar yoki premium do'konlar mahsulotlarni qo'yishmayapti, lekin talab bor, ularni ham qo'ysa bo'ladi. Aytaylik, men ham sizga aytaman. Qimmat mebel do'koni bor. Italiya mebellarini sotadi. Masalan, Saroy Concept va Weltef Home. Weltef Home'da turk mebellar sotiladi. U masalan ba'zi, ya'ni bugungi standart an'anaviy mebellardan biroz qimmat narx. Sabab Turkiyadan keladi, Germaniya sifati yoki Saroy Conceptda Italiya mebellari sotiladi. Ular joylashtirishlari OLXda qanchalik to'g'ri? Qanchalik ularni mijozi bor? Ya'ni xuddi bugun e'lonlarni OLXga joylashtirmayotgan premium mebel salonlari bor. To'g'ri. Yoki OLXda qimmat mebel oladigan odamlar o'tirmaydimi? Yo'q, albatta o'zini auditoriyasi bor. Ham mebel bo'ladimi, mashina bo'ladimi, avtomobil bo'ladimi, boshqa. Bu auditoriya albatta topiladi OLXda. Masalan, bu salonlarda yo'qligi balkim birinchi ular o'rganib chiqmagan bo'lishi mumkin, imkoniyatlarni, misol. Sizlarda ham ayb katta lekin. Bo'lishi mumkin. Endi bu narsaga biz urg'u qilmaymiz. Ikkinchisi, bu yerda ularda kerakli mijoz bo'lishi mumkin. Ya'ni mijoz bor, savdo har doim bor. Masalan, oshiqcha vitrinaga, ya'ni onlayn vitrinaga, OLXdagi joyga o'zining mahsulotini qo'yishga imkoniyati yo'q, vaqti yo'q yoki xohishi yo'q, chunki savdosi yaxshi. Lekin masalan, imkoniyat qidirib boshqa platformalarga ham qo'yib ko'rish kerak o'zini mahsulotlarini. Auditoriya bo'ladi, har doim bo'ladi auditoriya. Hozir mijozlarga ajoyib narsa, men o'rgangan ajoyib narsa aytaman. Korzinkani marketologi Malik ismlari juda ham ajoyib yigit. Shu yigitni master klasslariga borgandim. Shunda aytgandilarki, marketing bu siz mijozlarni qanday topishingiz emas. Mijozlar sizni qanday oson topishi. Ya'ni bitta narsa bor. Siz ishlab chiqaruvchisiz yoki masalan siz masalan bitta Weltef Home degan mebel salonni ochdingiz. Dunyoni turli mamlakatlaridan sifatli mebellar olib keldingiz-da. Siz mijoz qidiryapsiz. Ya'ni mijozga ko'rsatmoqchisiz. Mana endi bunday mebellar bor. Endi mijoz ham siz olib kelgan mebellarni qidirib yuribdi. Bugun. Ya'ni qayerdan olsam bo'ladi sifatli mebellar? Masalan, Indoneziya mebelini, Turkiya mebelini, Italiya mebelini. Ya'ni ikkita odam bir-birini topolmayapti. To'g'ri. Muammo shunda. Ya'ni Instagram, TikTok, OLX shunga o'xshagan hamma platformalar, ya'ni bu platformalar mijozlar sizni oson topishiga yordam beradi. Masalan, siz OLXni qo'ydingiz, men OLXga mebel deb yozdim. Masalan, Instagramga mebel deb yozar ekanman. Menga ba'zi narsalarni chiqarib beradi mebel deb. Masalan, men turk mebeli deb yozsam, menga qanaqadir profillarni chiqarib berishi mumkin. Lekin aynan masalan bir qanaqadir masalan Weltef Home qiyin nomni chiqarib bermaydi. Sababi Weltef Home'da mebel yo'q-da. Shunaqa. Siz OLXga masalan sifatli turk mebeli Toshkentda va наличии bugunoq xarid qilishingiz mumkin. Yashil, ko'k, sariq ranglarda manzilimiz bu Weltef Home deb yozsangiz nima bo'ladi? Sizni chiqarib beradi. OLXda sizni topish oson. Ya'ni biz xuddi aytayotganimizdek, mijozlar sizni qanday oson topishni aytgandik-ku, OLXda sizni balki mijozlar oson topar. Instagramda u poyeskda chiqarib bermaydi. Siz yana haligi shu tamam narsani gapirib o'tib ketaylik. Zagolovklar. Qanchalik muhim? Juda muhim. Zagolovok va tavsifi, opisaniyasi e'londa u yerda qancha ko'p detal bo'lsa, shuncha u masalan poiskovikka indeksatsiya bo'ladi. Ya'ni qidiruv joyi sizni osonroq topadi. Shu masalan siz aytsangiz sariq, наличие, turetskiy mebel, sifatli deb yozdingiz. Masalan, hamma so'zlarni masalan
tepada poiskda yozsa, sразу birinchi o'rinda sizniki chiqadi. Men e'lon joylashtirmoqchiman. Ventilyatsion sistema. Masalan, Vent House ventilyatsion sistemalari Chef brendidan qandoq yozishim kerak? Menga shuni maslahatini bering. Masalan, ventilyatsiya sistemasi deymi yoki birinchi firmam nomini yozaymi, nima qilay? Yo, birinchi ventilyasion sistema bo'lishi kerak. Odam hech qachon brend bilan qidirmaydi. Agar aytaylik tam choynak Tefal bo'lmasa, Tefal deb yozmaydi ungacha. Ya'ni choynak elektrichniy choynak deb yozadi. Shuning uchun birinchi ventilyator deb yozish, ventilyasion sistema deb yozish kerak. Masalan, odamlar qanaqa показатель bo'yicha qidiradi. Misol uchun обдув, мощность, kvadratura, aytaylik tam 360 voltga ishlaydimi, 220 voltga ishlaydimi, tam площади и так далее. O'xaga texnik parametrlari bo'ladi. Shu orqali, ya'ni qidiruv varonkasi orqali u narsani qidirish mana o'zingiz qanday qidirasiz shu narsani? Shunda siz yozishingiz kerak описание. В Toshkentmi yo O'zbekistonmi qanaqa qidirish? Yo, o'zi siz tanlaganingiz o'zi Toshkent shahar bo'ladi, o'zi Toshkentga o'zi chiqaveradi o'zi. Masalan, siz qo'ydingiz, Toshkent shahriga qo'ydingizmi, bo'ldi. Toshkentda o'zi chiqadi. Hamma nimasi bo'yicha, poiskoviklardan. Endi masalan, Farg'onaga qo'ysangiz, Farg'ona bo'yicha chiqadi. Nima qo'ysangiz ham olaman degan odamlar qaysi viloyatda o'tiribdi? Eng katta auditoriya o'zi aslida Toshkent. Keyin bizda Samarqand, Buxoro, keyin Vodiy, keyin Voha va Xorazm, Qoraqalpoq. Mana qarang. Shunaqa narsalar aytaylikki, hech qachon aytmagansiz. 3 ta sekret aytaylik hozir shuni. Mijozlar uchun, sotuvchilar uchun. Sekret. OLX sekretlarimi? E'lon qo'yish bo'yichami? Masalan, istalgan narsa bo'yicha. Aytmagansiz, aytish mumkin emas, lekin mayli aytaversak bo'ladi. Bugun bonus. Yaxshi savol bo'ldi, lekin qanaqa sekretlarni aytsak bo'ladi? Uni sizga sira aytib bera olmayman. Bitta bo'lsa ham ayting. Qaysi ma'noda sekret bo'lishi kerak? Ya'ni masalan, OLXga masalan hamma narsani aytmaysizlar mijozga. Lekin bir xil narsalar bor, masalan, biz bilmaymiz bugun. Shuni qilsanglar yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Shuni hech kim ishlatmayapti. Deydigan narsami balkim. Odamlarga foyda bo'lsin, mana ayting, foyda bo'lsin. Mayli, eng foydaligi birinchisi, masalan, ko'pchilik bir nechta profil ochib tashlaydi o'ziga va ob'явлениyalar, e'lonlar sonini ko'paytirib yuboradi. Aslida bu sal boshqacharoq ishlaydi. Bitta profil ochib bir nechta e'lon qo'ysa effektivroq bo'ladi bu narsa. Bitta profilingizdan, misol uchun, siz tam 10 ta bo'ladimi, 20 tami va hokazo bitta kategoriya bo'yicha. Masalan, siz aytaylik elektriksiz, bitta masalan e'lon berdingiz. Bitta e'londa misol uchun siz masalan elektrik ishlarini olib boraman deb yozdingiz, masalan Toshkentda, keyin Farg'onada va hokazo yoki rayonlar bo'yicha qo'yib chiqdingiz. Shuni qilsangiz bo'ladi va bitta profildan bo'lsa. Lekin bir nechta profildan bir xil e'lonlar bo'lsa, u effektivness tushib ketaveradi. Chunki bizning sistema shuni ko'radiki, что bu dubl uchotkalar deydi. Tekstlari har xil bo'lishi mumkin, lekin sistema shu narsani nima effektivnessini tushiradi. Bitta telefondan kiryapti deydi, to'g'rimi? Ya'ni shuni ma'noda endi har xil telefondan ham kirishi mumkin. Yo'q, masalan, uchotka ochishingizda masalan telefon bo'lishadi. Masalan, siz aytaylik, bitta uchotkangiz Alisher, ikkinchisi tam Alibek, uchinchisi nima bo'ladi, lekin uni misol uchun bitta telefonda bo'lishi mumkin hammasi. Ya'ni uni o'qiydiki, o'sha bitta odam qo'yyapti deydi. Shunaqa, sistema shunaqa ishlaydi. Lekin bu fikr nisbiy desam, nima deysiz hozir? Kategoriyasiga bog'liq, to'g'ri. Misol uchun, qaysinisidadir ishlashi mumkin, qaysinisidadir ishlamashi mumkin. Ya'ni e'lonlar soniga ham bog'liq, masalan, kategoriyaga odamlar qancha kirishiga ham bog'liq. Misol uchun, aytaylik, mashina kategoriyasida odam ko'p kirganligi uchun, misol uchun, bunaqa sxema masalan ishlamashi mumkin, chunki u yerda mashina itak o'zi odam ko'p kiradi va mashinani o'zi ko'p asar qiladi. Tushundim. Men hozir bunga qarama-qarshi fikr beraman. Aytaylik, bir nechta profillar sizga nima beradi? Bir nechta profillar ochdingiz va bir nechta telefon raqamlar qo'ygansiz. Sizda o'sha 500 ta e'lon bor edi, sizniki 100 ta e'lon. Mijoz sizga qo'ng'iroq qildi. Siz tabiiyki har xil mahsulotlar sotasiz. Aytdiki, men aytaylik lustra ko'rdim, 500 ming ekan. Nech pul dedi? Siz aytdingiz 500 ming dan boshlanadi lustralarimiz dedingiz. U aytdiki, qimmat dedi va siz bilan gaplashmadi.
telefonni qo'ydi. Endi ikkinchi profilingizga ham haligi odam lyustra qidiryapti-ku, telefon qilishi mumkin. Siz endi aniq bilasiz, unga 500 minglik lyustra qimmatligini. Sizda agar 300 minglik lyustra bo'lsa, siz aytasizki, 300 ming so'm lyustra deysiz. Va mijozni xohishini bilib olishingizga yordam beradi. Bir necha marta bo'lganda mijoz telefon qiladi, yana sizga qiladi, yana keyingi nomer ham sizga tushadi, yana aytadiki, hammasi o'zingizlarning e'loninglar ekan-da deydi. Nomer har xil bo'lsa shunaqa. Ha. Nomer, lekin masalan siz nomer har xil e'lonni matnini ham sal boshqacharoq qilib qilgan bo'lishingiz mumkin. Rasmlarda ham masalan porядогini boshqacha qo'ysangiz, u boshqacha hisoblayveradi sistema. Lekin bir xil kopiya qilib bitta profildan bir nechta masalan akkaunt qilib bitta nomerga ochib yorsangiz, то есть kopiya qilib hamma e'lonlar nimalar bir xil bo'lsa, o'sha sistema effektivnostini tushiraveradi. Ya'ni men nima demoqchiman, siz masalan Indoneziyaning mahsulotini sotishingiz mumkin, Turkiya, Rossiyanikini, xuddi shu siz e'lon bergansiz Indoneziyanikini. Mijoz telefon qildi, bu mebel bor ekan, $500 dedingiz, qimmat dedi, qo'ydi. Endi Turkiya mebeliga telefon qiladi, yana siz ko'tarib olasiz. U ko'pincha bilmaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz bilasiz o'sha nomerdan telefon bo'layotganini. Yaxshimisiz deysiz, ha deydi. Mebel bor ekan, bor. Nech pul o'zi mebel kerak deysiz endi. $500 demaysiz. Sizga qaysi davlatniki kerak, nech pullik qarayapsiz, boshqacha gaplashasiz va bu sotuvingizga ta'sir qiladi. Ya'ni boyagi nisbiyligiga qo'shilasizmi? Da, qo'shilaman. Chunki kategoriyalarga bog'liq deb o'zim aytdim. Xo'p, yana shunaqa narsa bor. Ko'p forumlarda aytishadiki, pochta ochasan, keyin o'sha pochta orqali OLX registratsiyadan o'tkazilsa, keyin nomer ulaysan deydi. Ba'zi odamlar nomerga registratsiya qilib OLX ochadi. Qaysi biri qulay va qaysi birini maslahat berasiz? Qulayi nomer orqali. Ha, nega? Telefon nomeri orqali. Birinchidan verifikatsiya tez bo'ladi. Ikkinchidan ko'pchilik bizda pochtani esdan chiqarib qo'yadi, parolini, boshqasini. Uchinchidan masalan profilga kirishingizda parolingiz esingizdan chiqib qolsa, nomeringizga zbros qilsa bo'ladi u narsani. То есть telefon nomer har doim qo'lingizda bo'ladi. Bizda telefon nomerdan ro'yxatdan o'tgan qulayroq. Da. Internetdan foydalanish evolyutsiyasi ham bizda sal boshqacharoq, masalan, boshqa mamlakatlarga qaraganda elektron pochta bizda keyinchalik kirib keldi. Misol uchun telefon nomeridan oldin emas, ya'ni telefon nomeridan keyin kirib keldi bizda. Ya'ni общий foydalanish bo'yicha, misol uchun, sizni pochtangiz masalan birinchi sim karta olgan vaqtingizda точно ochilmagan, misol uchun yoki internet undan keyin masalan ochilgan bo'lishi mumkin. Va masalan bizda nima pochtalarni bitta emas bir nechta ochib oladi. Bittasini esidan chiqdimi, sразу ikkinchisini ochadi. U ham esidan chiqdimi, parol bilan kirish uchinchisini ochadi va hokazo va hokazo. Shuning uchun eng effektivi qo'lingizni oldidagi telefon nomeriga registratsiya qilganingiz yaxshi. Yana bir savol, bir e'lonim bor. Boshqacharoq rasmga olganman. Yana xuddi shu mahsulot boshqacharoq rasmga olganman. Ikkita bir xil mahsulot, lekin bu yerda 100 ta mijoz buni ko'rgan, 50 ta odam menga qo'ng'iroq qilgan. Bu yerda unaqa natija yo'q. Bitta odam qo'ng'iroq qilgan. Shu e'lonim bir oy turdi, yana ikkinchi oy ham pul to'ladim. Uchinchi oy xuddi shu natija bermayotgan bo'lsa, udalit qilib o'rniga boshqa qo'yingmi yo nimadan unaqa bo'ladi? Bir xil mahsulot-ku. Nimaga bog'liq u? Birinchidan bizda agar filtrlar ko'rgan bo'lsangiz, misol rekomendovanный, новый sizga tegishli degan filtrlar bo'ladi. Bizda hozir saytga kirganingizda rekomendovanный объявлениялар tepaga chiqadi. Rekomendovanныйlar misol uchun qanday u spiskaga tushadi? Misol uchun sizni mahsulotingizga kimdir yozgan yoki sizni mahsulotingizga kimdir qaragan, ichiga kirib ko'rgan bo'lsa, значит, sistema o'ylaydiki, ha bu именно shu mahsulot bo'yicha talabgor e'lon ekan. Shuning uchun boshqalarga ham tegishli bo'lsa kerak deb turib, uni tepaga chiqarishni boshlaydi. Va shu nimaga sizni birinchi e'loningiz tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir qidirganda, tam lustra yoki laganmi shu narsaga tushib qolgan. Ikkinchisi misol uchun u narsaga tushib qolmagan bo'lishi mumkin. Chunki siz masalan ikkalasini birdaniga bergansiz. Bittasi shu nima deydi, potokka tushib qolgan bo'lgan, ikkinchisi tushmagan. Shuning uchun ikkinchisini u rekomendatsiyalarga chiqarmagan algoritm, u masalan prosmotrlari ham kam bo'lgan, birinchisida sizni topga qo'ysa men foyda beradimi, bermaydimi o'sha e'lonni?
to'pga yoki udalit qilingmi, boshqa e'lon qo'yaymi? Nima maslahat berasiz? endi masalan siz agar prosmotr kam bo'lgan bo'lsa, birinchi to'pga qilishga bizda turbo prodaja degani bor, ya'ni tez sotish degan uslubimiz bor, arzonroq va effektivroq. Shu narsadan foydalanib ko'rishingiz kerak. Agar unda ham misol uchun effekt bo'lmasa, e'lonni qaytadan qaysidir joylarini o'zgartirib yoki rasmlarini boshqa qo'yib turib berib ko'rganingiz yaxshi. Hozir bemalol rasmni ham alishtirsam bo'ladida, OLX-da, adashmasam. Bo'ladi. O'zi aslida e'lon tugagandan keyin uni yoki tugatib turib rasmlarni almashtirib, tekstlarni almashtirib qo'yganingiz yaxshiroq bo'ladi, chunki aktiv ob'явленияni o'zgartirsangiz, u moderatsiyaga ketib ancha turib qolishi mumkin moderatsiyada. Ha, O'chirib kelguncha. tushundim. Ya'ni mana bunaqa demoqchisiz. Masalan, bir mahsulotim bor. Hozir aktiv e'loningiz bor misol uchun. Aytaylik, masalan, telefon sotaman. 12 Pro. Endi uni 13 chiqdi, 12 Pro'si qolmadi. Ob'явление yaxshi natija bergan. Xuddi shu rasmni udalit qilib, so'zni ham o'zgartirib, 13 Pro deb turib qo'ysam, shu natija beradi ko'proq deyapsizmi? Yo'q. E'lonni deaktivatsiya qilasiz, ya'ni e'lon masalan telefon sotib oldim deysiz, keyin tahrirlashga kirasiz. Aktiv emas bo'lgan e'lonlar ichida tahrirlab turib, tekstni ham o'zgartirib, rasmni o'zgartirib, keyin yana aktivatsiya qilasiz shu narsani. Qilganingizdan keyin u yana tepaga chiqadi. Masalan, siz aktiv e'loningiz misol uchun o'chiringiz bo'yicha masalan 2000 yo 3000 o'rinda turibdi. Chunki u siz aktiv e'lon, sizdan keyin masalan nechta odam qo'ygan bo'ladi shu telefon bo'yicha. Ya'ni u ketgan 3, 4, 5, 6 stranitsaga misol uchun kompyuterdan kiradigan bo'lsangiz, uni masalan deaktivatsiya qilasiz, ya'ni e'lon tugadi, chunki 12 уже Pro sotib bo'lgansiz, uni ichiga kirasiz, tahrirlaysiz. Aktivatsiyani bosganingizdan keyin u yangitdan e'lon bo'lib, yana saytda paydo bo'ladi. Shuning uchun effektiv bo'ladi. OLX mijozlari portretini aytib bering. OLX mijoz portretini oladigan bo'lsak, bu internetga dostupi bor odam, ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, yoshi 25-45 atrofida, eng aktivlari. Ko'p qiz bola, o'g'il bola? Erkak kishi bizda ko'proq. Ayol kishilar kamroq. Sonlada 70 ga 30 desak to'g'rimi? 70 ga 30 округленный nima qilsak, 70 ga 30 deb aytsak bo'ladi. Asosiy buni portreti shunaqa. Bugun top 5 ta eng ko'p sotiladigan mahsulotni ayting, uy, mashinadan boshqa. Telefon. Telefondan ham boshqa. Biz bilmaydigan. Shina. Mashinalarning balonlari. Stroy materiallar. Stroy materialdan g'isht va sement bo'lishi kerak. Uchinchisi kiyim-kechak, ko'proq ayollar kiyimi. 100 ta oddiy ob'явление, 100 ta oddiy e'lon, 10 ta turbo yoki top e'lon. Qaysi biri ko'proq ish beradi? Yoki uni o'zim tajribada sinab olishim kerakmi? Bu ham kategoriyaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni ommabop tovarlar bo'lsa, turbo yoki shu top e'lonlar ko'proq effekt beradi. Lekin ommabop bo'lmagan kategoriyalarda buni sinab ko'rish kerak. Bizda masalan har bitta kategoriyada o'zini limiti bor. Misol uchun xizmatlarda 2 ta, bitta, misol avtoda 5 ta misol uchun bepul e'lon qo'yishingiz mumkin. Topga ko'tarmasdan misol uchun birinchi test qilib, keyinchalik pullik xizmatlardan foydalansa bo'ladi. Endi kim bilmaydigan bo'lsa, pullik xizmatlarimiz bu e'lonlarni tepaga ko'tarish, topga qo'yish, masalan VIP, ya'ni e'lonlarimiz bor, shunaqa spiskani ustiga deydi, ya'ni ro'yxatni ustiga ko'tarish. Masalan, shu VIP qaysidir e'lonlarni kompyuterdan kirsang natija ko'rasan, telefonda natija yo'q deydi. Shunga batafsil ko'rib o'tib Yo'q, hammasi bir xil.
bizda unaqa platforma bo'yicha ajralishi bo'lmaydi. Ya'ni ilova bilan kompyuterda ko'rinishi bir xil. Faqat masalan mijozlarimizni ko'pchiligi ana biznesmenlar bizga telefon qiladi, e'lonni topga qo'ydim, lekin o'zimga ko'rinmayapti deydi. Bizda algoritm shunaqa ishlaydiki, o'zi e'lon masalan joylashtirgan qurilmadan u e'lon u odamga ko'rinmaydi. Nimaga? Chunki u prosmotriga ta'sir qilib qoladi. O'zi postoyanno kirib ko'rsa, uni statistikasi buziladi va prosmotrlari ko'payib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun u odamga masalan 10 ta yo 20 ta yo 30 tada bir marta u narsa masalan o'zini e'loni ko'riladi. Lekin boshqa qurilmadan kirsa, o'zini e'lonini ko'rishi mumkin. OLXda qanaqadir magazinga o'xshagan narsa bor-a? Bor. Qanaqa qilaman u yerda joylashish uchun? Sal qiyinroq tushunmayman shuni. Sayt, mini sayt bizda qilsa bo'ladi, ya'ni как vitrina, misol uchun weltef.olx.uz mini sayt, sayt deymiz biz. Qilsa bo'ladi. Uning uchun bizda pullik xizmat paketimizni olish kerak bo'ladi. Shu yerda o'zi opisaniyasida yozilgan bo'ladi. Ya'ni nechta e'lon qo'yish mumkin, qanaqa sayt ochish mumkin, mini sayt. Misol uchun siz aytaylik vitrinangiz OLXga qo'ydingiz, masalan 20 ta 30 ta mahsulotingizni, uni masalan boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmoqchisiz. Shu bizni sayt ochib turib, masalan weltef.olx.uz da kopiya qilib boshqa ijtimoiy tarmoqlarda как vitrina sifatida ishlatishingiz mumkin. Masalan bosganda polniy hamma mahsulotlaringiz sizda chiqadi. Buni men telefon orqali qila olaman? Telefon orqali ham qilsangiz bo'ladi. Bu biroz qiyinroq-a? Qiyinroq, lekin eng osoni kompyuterdan qilganingiz osonroq. Tushunmasa mijozlar hozir shu sotuvchilar nima qilsin? Shu aytib o'tgan nomerimizga mijozlar bilan ishlash bo'limimizga telefon qilib detallarni olish mumkin. Yigitlarimiz, qizlarimiz tushuntirib beradi hamma. Yordam qilishadi. Albatta. OLXdagi onlayn vitrinani ochishni hammaga tavsiya qilasizmi? Yo'q, u ham ko'p mahsuloti bor bizneslarga taklif qilamiz. Ishlab chiqaruvchilar bo'lsa yoki o'zini qanaqadir shunaqa mebel salonlari yoki avtomobil bilan shug'ullanadigan avtosalonlar bo'lsa, ular shundan bemalol foydalanishi mumkin va ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lgan profillar ham qilishi mumkin. Ya'ni как vitrina, misol uchun Telegramda masalan qo'ya olmashingiz mumkin hamma rasmlar, chunki o'zingiz bilasiz, masalan hamma rasmda odamlar ko'rmaydi. Bu yerda bitta silka bilan kiradi, hamma misol rasmlaringiz bor va har bitta masalan e'loningizda bir nechta rasm bor, shuni ko'rish mumkin. Karusel. Bugun O'zbekiston bozorida OLXning ulushi va yuzerlari nechta odam kirib chiqyapti bir oyda? Bir oyda 5 millionta odam kirib chiqadi bizda o'rtacha. Ulushimiz bizda yana kategoriyalarga qarab har xil. O'rtacha oladigan bo'lsak, onlayn elektronniy kommersiya platformalarining ichida bizning ulushimiz 30% ga yaqin. Mana bir mahsulotlar bor. Men tushunmayapman qaysi kategoriyadan qo'yish kerakligini. Nima qilay shunda? Birinchisi o'zi bizni sistemamiz so'z masalan atama tovarni nomiga qarab turib sizga kategoriyani taklif qiladi. Misol uchun Adidas deb yozsangiz, sportivniy yoki kiyimlar yoki buyumlar deb o'zi sizga nima qiladi? Misol aksessuarlarda. Agar tushunmasangiz yana shu bizni raqamlarga telefon qilib so'rash mumkin. Uni nima qiladi? Lekin oson qilib ko'rsatilgan. E'lon qo'yishingizda kategoriyani tanlang degan joy bor. Kategoriyani tanlab o'zingiz qo'yishingiz mumkin narsani. OLX platformasi Google'da uni e'lonlari ko'rilishi uchun nechta pul to'laydi? SEO optimizatsiyaga. Aytsak bo'laveradimi? Ha, albatta bo'ladi. O'rtacha oyiga $20,000 ishlatamiz. Oyiga. OLX platformasining asosiy maqsadi nima va u qanday rivojlanib bormoqda? Asosiy maqsadimiz, ya'ni missiya desa ham bo'ladi bu narsa.
bizni hamma kompaniyalarda shu bitta missiya bo'yicha boriladi. Bu yerda, sayyoramizda uglekislый gaz, CO2 gaz emissiyasini kamaytirish. Ya'ni qanaqa amalga oshiriladi bu narsa? Va bu orqali dunyoni yaxshilash, ya'ni tabiat resurslarini asrab avaylash va hokazo. Bu qanday amalga oshiriladi? Misol uchun har bitta telefon yoki aytaylik yangi narsani ishlab chiqarish uchun zavod fabrikada suv ketadi, gaz chiqadi, uglekislый gazni masalan atmosferaga chiqaradi. Siz misol uchun o'zingizga kerak emas bo'lgan narsani sotib, boshqa mijoz, masalan, yangi narsa olmaydida, ishlatilgan narsa olib, tabiat atrof muhitiga o'zini ta'sirini ko'rsatish missiyasi bizda bor. Bu endi masalan eski misol keraksiz narsalarni sotish masalasi bo'yicha. Ikkinchi missiyamiz biz hozirda offline bo'lgan bizneslarni onlayn platformaga taklif qilish va ularga imkoniyat onlaynda biznes qilishga imkoniyatni yaratib berish. Shu ikkita missiya bo'yicha biz ishlaymiz. Maqsadlarimiz. Bugun O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilarga, sotuvchilarga nima maslahatlaringiz va tavsiyalaringiz bor? Ishlab chiqaruvchilarga barcha imkoniyatlarni ko'rib chiqish onlaynda bo'lgan, aytaylik, undan ham aytib o'tdik, Instagram bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, OLX bo'ladimi, boshqa uzun bo'ladimi, platformalarda o'zini tovar mahsulotlarini qo'yish, ularni eng effektivlarini o'ziga tanlab olib, shu orqali biznesini rivojlantirish. Ya'ni hozirgi davr talabi baribir onlayn bo'lishga undaydi ko'p bizneslarni va onlayn bo'lishga harakat qilish kerak har bitta biznes. U masalan qanaqadir spetsifik, juda nishiviy ishlab chiqarish bo'ladimi, aytaylik, shamol generatorlariga podshipnik ishlab chiqarish ham misol uchun. Endi masalan har kunga kerak emas, hamma odam kerak emas, lekin u ham o'zini auditoriyasini, o'zini klientini onlayn topa oladi shu orqali. Shuning uchun maslahatim onlaynda biznesni rivojlantirishga harakat qilib ko'rish. Sizga rahmat tashrifingiz uchun. O'ylayman mijozlar uchun, bizni ko'rayotgan muxlislar uchun, o'zbekistonliklar uchun foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xohlasa, birinchi suhbat ikkinchisiga yo'l ochadi deydi-yu. Inshaalloh. Yana tez kunda ko'rishib, yana bir boshqa mavzular haqida suhbat qilishdan istagim bor, ya'ni shu istagim bor. Sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat, taklif qilganlar uchun xursand bo'ldik. Sog' bo'ling.